Bismillah, assalomu alaykum. Inkubator ishqibozlariga va'da qilganimizdek, o'tgan videomizda silka tashlab ketgandik. Keyingi videolarimizda inkubatorlarni maksimalni skidka aksiyalarini qilib beramiz deb va'da qilgandik. O'sha va'damizga muvofiq bugun inkubator narxlarini vashi portlatib sindirib tashlaymiz. Juda ham past narxlarda chiroyli qilib chiqarib beramiz. Kelayotgan sezonlarga sizlar uchun podarka hisobida qabul qilasizlar. Bugun sizlarga polностью inkubatorlarimizni beriladigan naborlari, qulayliklarini va eng asosiysi arzon va sizlarga yoqadigan narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Obzorni boshlaymiz. Sizlar bo'lsa videoga like, kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib, faol bo'linglar. Sizlar uchun bu narsa qiziq bo'lmasa, inkubator zarur bo'lmasa, qaysidir tanishlaringiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoda ularga ham uzatib qo'yishni unutmanglar. Videoni oxirigacha ko'rishga davom etinglar. Biz esa obzorni boshladik. Sizlarga tanishtirishda 36 tali inkubatorimizdan boshlaymiz. 36 tali inkubatorda e'tibor berasizlar. Xo'p. Mana buni olib qo'yamiz. Bu bo'lmaydi bonusda. Mana shu ko'rinishida, mana shu komplektatsiyada 36 tali inkubatorimiz, bitta suv beradigan paylkamiz, karmyoshkamiz va bunaqangi длинный karmyoshka va avaskop fanariklari. Lyuks model tortmasi bilan mana chiqadigan, o'zida suvga ulab qo'yadigan va bunaqangi suv beradigan, namlik beradiganlari ham chiqadi. Mana shu ko'rib turganlaringiz 12 voltda ham ishlaydi. Svet o'chib qolganda 12 volt akkumulyatorga ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Boshqaruv tizimi полный avtomatik, issiqlik, namlik, tuxumni aylantirishlarigacha o'zi kontrol qiladigan. Bu 36 ta tuxum ketadigan, standartniy tuxumdan 36 ketadi, katta kichikligiga qarab ko'proq yoki ozroq sig'ishi mumkin. Bedananiki va shu ko'proq sig'adi. Ular shu inkubatorimiz atiga $75 dan ketdan aksiya. Endi bundan keyingisi 64 taligimiz Pololux modeli va Lux modellarimiz ketma-ketlikda. Bularda komplektatsiyasida ham xuddi shu mana shu narsalar bo'ladi. Kimki oladigan bo'lsa, mana shu komplektatsiya bo'ladi. Xuddi shu ko'rib turgan komplektatsiyasi bo'ladi. Sotib olgan odamga qo'shib beriladi. 64 taligi ham. 128 talikda ham xuddi shunaqangi komplektatsiya bo'ladi. 192 talikdan boshlab mana buni o'rniga 192 taligi mana bundan qo'shib beriladi. Mashina o'rniga. Kattaroq bo'lganligi uchun. Xo'p, endi bularda hammasida полный avtomatika bo'ladi. Полный avtomatika boshqaruvi, o'sha issiqlik, namlik, tuxumlarda aylantirishlari, kun sanashlarigacha hammasi bo'ladi. Pololux bilan Luxni farqi, undan oldingi videolarimizda ham aytganmiz. Ko'rmagan, tushunmaganlar uchun tushuntirib o'tamiz. Lux modellarimizda oldin mana shunaqangi tortmali bo'ladi. Tuxumni bitta tortib turib, ko'rib, tekshirib ishlatsangiz bo'ladi. Hammasida Pololux modelda ham, Lux modelda ham 12 voltga o'zini peremichka simlari bo'ladi. Svet o'chib qolganda akkumulyatorga ulab ishlatsangiz bo'laveradi 12 voltga. Endi bunda Lux modelda полностью korpus quyma, splashnoy bo'ladigan bo'lsa, Pololux modelda mana bunaqangi har bir burchagida mana bunaqa chok bilan ulangan bo'ladi va korpus qalinligi ham Luxga nisbatan yupqaroq bo'ladi. Bunda Luxda bor o'sha tortmasi bo'lmaydi. Bunda qopqog'ini ochib tekshirasiz faqatgina. Shunda shu joylarda farq qiladi. Qolgan ishlatilinishida, komplektatsiyalarida umuman farq yo'q. Qo'shib beriladigan jihozlarda farq yo'q. O'sha aytib o'tganimizdek 128 talikgacha kichkina, 192 talikdan boshlab mana bunaqangi katta karmushkalar qo'shib beriladi. Endi bularni sizlarga birma-bir hammasini narxini aytib chiqadigan bo'lsak, hammasini ishlashlari полный avtomatika. O'sha oldingi videolarimizda ishlatib ham ko'rsatib berganmiz, qanday ishlaydi. Mana qisqacha endi to'kka suqmasdan aytib o'taylik. Mana bu yerda mana mod, ya'ni ruschada rejim bo'ladi. Shu tugmasini bosib tursangiz, ruchnoy rejimdan tovuq, o'rdak, g'oz, mayda qushlar, fazanlar shu rejimlarga almashaveradi. Modni bosib tursangiz. Endi siz buni o'zgartirib настраивать qilmoqchi bo'lsangiz, ruchnoy kostum mana shu Androidga olib kelasizlar, asosan rejimini olib kelib turib, keyin setni bosib turib, shu orqali настройка qilsangiz bo'ladi. Kunlarini ham yo'g'ini shu setni bosib, plus minus bilan настройка qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari mana lampasi bor. Mana bu yerdagi lampa yonadi. Bu tuxumni mana shu ustiga qo'yib turib, bitta-bitta tekshirish uchun avaskop vazifasini o'taydi. Endi bizda odamlar shu
har bitta tuxumni bitta olib qo'yib, tuxumni ham chaypab, ovoragarchilik ko'paymasin deb biz o'zimizdan mana shunaqangi avaz ko'plarini shunday podarka qilib qo'shib beryapmiz. Unda siz tuxumni olib tepaga qo'yishingizga hojat yo'q. Turgan joyida mana shunday yoqib, tuxumni ustiga yoqib turib tekshirsangiz bo'laveradi. Xo'p, endi narxlarini aytadigan bo'lsak, o'sha aytganimizdek, 36 taligimiz $75. Salkam tekin bo'lib ketyapti o'sha bag'i. Biz bilmadim, o'zimga ham hayron qolaman. Doim shu sezon kelganda hamma oshirishni harakatini qilsa, men sezon kelganda tushirishni harakatini qilaman. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin, xalq maza qilsin. Xo'p, 64 taliklarimiz, Pollux modellarimizni $90 dan qo'yib yubordik, o'sha komplektatsiyasi bilan. Lyuks modellarimizni $100 dan qilib beramiz. Xo'p, Pollux model 128 taligimizni $110 dan, lyuks modelimizni esa $120 dan qilib beramiz. Endi 192 taliklarimizni $140 ga $155 qilib beramiz. Xo'p. Pollux 256 taligimizni 175, lyuks modelimizni esa $200 qilib beramiz. 256 taliklarni. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranlaringda chiqayotgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Xo'p, bugungi chislo 24-avgust ekan. Boring yana 1-oktyabrgacha shu aksiyamiz davom etadi. Foydalanib qolinglar. 1-oktyabrdan keyin kech qolsalaringiz, bu narxda bo'lmay qolsa, yana razochirovaniya bo'lib, bizni ayblab yurmanglar, chunki ulgurmagan siz bor. Ulgurmagan siz bo'lasiz, to'g'rirog'i. Biz imkoniyatni beryapmiz 1-oktyabrgacha sotib olishga. Ulgurmasangiz, ayb bizda emas demoqchi edim, ulgurmagan siz emas to'g'ri. Xullas, bizni kuzatishda davom etinglar, kanalimizga podpiska tugmalarini bosib qo'yib, like tugmalarini ham bosib, boricha shu tanishlaringizga ulashib qo'ying videoda, sizga kerak bo'lmasa, ularga kerakdir, foydangiz tegib qoladi. Yanada shu qulayroq bir inkubatorlardan foydalanishlariga. Xullaski, kimki uyida jo'ja ochirib chiqaradimi, parrandachilik bilan shug'ullanadimi yoki xizmat ko'rsatish qilib qo'yib, birovlar tuxumini qo'yib bersa ham, ochirib bersa ham foyda qilsa bo'ladigan apparatlarimiz. Ozgina ilmini o'rganib olsangiz, hozirgi kunda bir dona tuxumni prosta inkubatorga qo'yib ochirib bersa, ochsa ochmasa 10 ming so'mdan qo'yib berishayotgan ekan. Bu degani 64 taligida olib qo'ysangiz ham 20 kun ishlaganda bu qancha desa bo'ladi? 20 ming so'mlik tok ishlatmaydi-da, 20 ming so'mlik ishlatsa. Ikkita tuxumni puli bu. 60 ta tuxum qo'yib bersangiz, bu degani 600 ming so'm pul tashlaydi sizga degani. Shunday qilib ham tirikchiliksiz bo'ladi. 20 kunda 600 mingdan qo'shimcha daromad tashlab turadi sizga agar zakaz olib birovlar tuxumini qo'yib bersangiz. O'zingiz ochirib sotadigan bo'lsangiz, ehtimol undan ko'proq ham foyda qilishingiz mumkin. Xullas, bizning manzilimiz Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining shundoqqina yonginasida. Ekranlaringda chiqayotgan telefon raqamlariga murojaat qiling. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bepul bo'lmagan holda mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.